Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda sizlar bilan PyCharm dasturini o'rnatishni ko'ramiz. Xo'p, buning uchun brauzerda skachat PyCharm deb yozamiz. Skachat PyCharm deb yozamiz. Mana bu joyda ko'ringan birinchi sahifaga o'tamiz. Xo'p, o'tganimizda bu yoqda mana PyCharm deb ko'rsatyapti. Mana shu PyCharm aynan Python uchun yozilgan. Ya'ni biz o'sha o'rnatgan Pythonimizda ham kod yozsak bo'laveradi, lekin unda bundayga qaraganda tez bo'lmaydi. Sababi bunda tayyor podskaskalarni beradi, har xil rangli qilib beradi. Mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, kodlar bir-biridan chiroyli ko'rinishda ajratib yozilgan. Ishlashingiz nisbatan osonroq bo'ladi. Xo'p, yuklab olish uchun mana shu joydagi skachat degan tugmaga bosamiz. Bir marta bossangiz yetadi. Bosganingizdan keyin yuklab olish jarayoni boshlanadi. Hajmi ozgina kattaroq ko'rayotgan bo'lsanglar, agar kimnidir operativ xotirasi 8 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, 8 GB dan kichikroq bo'ladigan bo'lsa, PyCharmda eskiroq versiyalarini yuklab olishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun другие версии PyCharm deb yozadigan bo'lsanglar, mana shu yerda boshqa versiyalari chiqadi. Kirib, boshqa versiyalarni ko'rib, iloji boricha agar 8 dan past bo'ladigan operativkangiz o'sha 2003-yilga, 2002-yilga versiyalarda yuklab olganingiz yaxshiroq. Mana bu yerda ko'radigan bo'lsangiz, mana shu 2003, 2002 va hokazo versiyalarda yuklab olganingiz yaxshi. Masalan, mana bu yerda 2005lar va hokazo mana shu ko'rinishda kelyapti. Chunki u o'sha vaqtlardagilarda hajmi nisbatan kichikroq bo'lgan va ishlashingiz osonroq bo'ladi. Lekin bunda oxirgi versiyalarda hajmi katta, 8 operativkali bilan ham ozgina qiynalib qolishi mumkin kompyuteringiz buni ochgan paytda. Chunki o'rganayotgan paytingizda sizda faqatgina PyCharm ochiq bo'lmaydi, boshqa dasturlar ham ochiq bo'ladi. Mana PyCharmni ham yuklab oldi. Endi buni o'rnatishni boshlaymiz. Buning uchun shu joyda sichqoncha ustiga bir marta bosasiz. Sichqonchaning chap tomonini bo'lmasa, mana bu joyda papkasiga o'tib turib bossangiz ham bo'laveradi. Ya'ni papkasiga o'tib, o'sha joyda mana bu joydan ustiga 2 marta bossangiz ham bo'laveradi. Ozgina kutamiz, chunki PyCharmda hajmi kattaroq. Va mana ko'rayotgan bo'lsanglar, o'sha o'rnataveraymi deyapti. Da deymiz. Va mana bu yoqda next tugmasini bosamiz. Next bosgan paytimizda C diskga saqlayveraymi deyapti. Mana bu joyga, lekin men C diskda saqlayman, chunki C diskda menda joy kam. Shuning uchun D diskga saqlab olishim kerak. Buning uchun browser tanlayman. Tanlaganimdan keyin mana edit computer tanlayman. Bu joyda C disk turibdi va D disk turibdi. D diskka o'taman. D diskka o'tgan paytimda mana shu yoqda programs degan joy bor. Mana shu programsga kiraman. Mana shu yerga saqlab olishim kerak bo'ladi. Endi buning uchun mana shu yerda bitta papka hosil qilib olaman. Ya'ni asosiy papkaga bosaman. Shuning ichida PyCharm, ya'ni PyCharm uchun PyCharm degan papka hosil qilib oldim. Endi mana shu papkaga kiraman. Ya'ni tanladim shu papkani. OK deyman. OK tanlaganimdan keyin mana ko'rayotgan bo'lsanglar, D disk ichida, programs ichida, PyCharm papkasining ichida PyCharm deb yozilgan. Next bosamiz. Va mana bu joyda ko'rayotgan bo'lsanglar, nima qilish? Mana shu yerlarga galochka qo'yib qo'yamiz. Bizga kerak bo'ladi. Va mana bu joyda siz PyCharmda ishlatayotgan paytingizda qanaqa fayllarga ruxsat berish kerakligini ko'rsatib qo'ygan. Ya'ni siz fayl hosil qilayotganingizda bu mana shu yordam beradi. Ya'ni tayyor shunaqangi fayllar hosil qilish imkonini beradi. Shu yoqlarga galochka qo'yib qo'yamiz hammasiga, chunki bular baribir ko'p kerak bo'ladigan fayllar hisoblanadi. Belgilab qo'ydik. Mana endi next bosamiz. Ya'ni hammasiga galochka qo'yar ekansiz. Ko'rib oldingiz? Hammasiga galochka qo'yamiz. Ayniqsa mana bu joyi shart va mana bu joyi bizga shart. Mana bu unchalik shart emas, chunki rабочий stolda agar sizga kerak bo'ladigan bo'lsa qo'yib qo'yasiz. PyCharmda ikonkasi bo'lmasa unchalik shart emas. Xo'p, next bosamiz. JetBrains uradi. Installni bosadigan bo'lsak, o'rnatishni boshlaydi. Xo'p, mana o'rnatib bo'ldi. Buni o'rnatish jarayoni nisbatan uzunroq bo'ladi. Men orada ozgina pauza qildim. Endi mana bu joyga galochka qo'yib turib finishni bossangiz PyCharmda run qilib yuboradi. Lekin men bu holatda qilmayman-da, finishni bosaman. Endi
PyCharmda biz ishlatib ko'ramiz. Ya'ni bu o'rnatganimizni. Va ko'rayotgan bo'lsanglar, mana рабочий stolda to'g'ridan-to'g'ri o'tkazishimiz bo'lgan o'sha murojaatda bizga hosil qilib beryapti. Endi shu joyga bosib turib ham ishlatsangiz bo'laveradi. Ustiga 2 marta bosib yoki men mana shu yerda bitta bo'sh papka hosil qilib olaman. Papkaning nomini masalan nima deb qo'yaman? Python dars deb qo'yaman. Bu testovoy papka bizga keyin kerak bo'lmaydi. Shunchaki buni ochyapmiz xolos. Papkani ochib olamiz. Ya'ni hozir ko'rayotganimiz mana shu papkamizni Python dars degan papkamizni PyCharm yordamida oson ochib olish usuli. Papkani ochasiz, demak, mana shu holatda ochamiz. Ochganimizdan keyin shu papkani mana bu bo'sh joyida sichqonchani o'ng tomonini bosasizda Open folder as PyCharm project qilasiz. Ya'ni PyCharm mana shu kontekst menyuga qo'shilgan bo'ladi. Xo'p, razрешить достуp qilamiz. Mana bu yoqda o'tkazib yuboraveramiz. Xo'p, Trust project qilamiz. Da qilamiz. Va mana PyCharm oynasi ochildi. Bu joyda o'zi birinchi holatda main.py nomli Python faylni o'zi hosil qilib beradi. Ya'ni siz qiynalib Python fayl hosil qilib o'tirmaysiz, o'zi hosil qilib beradi. Va mana bu joyda ko'rayotgan bo'lsam, oldindan yozib qo'yilgan kutubxonalar bor. Ozroq kutib olishimiz kerak bo'ladi, kutib turishimiz kerak bo'ladi, chunki o'zini pluginlarini bu yoqda o'rnatyapti. Xo'p, endi hozir bu kodda mana shu yerda bitta funksiya yozilgan ekan. Buning ichida print qilib turib, salom deb turib, mana bu yerda PyCharm berib yuborgan bo'lsa, salom PyCharm degan so'zni ishga tushirish kerak ekan. Lekin biz mana shu main ishga tushirmoqchi bo'ladigan bo'lsak, mana bunaqangi xatolik beradi. Aslida bu xatolik emas. Bu hozir mana shu yozilgan kodni ishga tushira olmayapti-da. Ya'ni aslida bu mana shu kodni Python o'qib berish kerak bo'ladi. Pythonda dasturi bu kodni o'qib turib, o'sha kompyuter taniydigan ikkilik sanoq nimasiga o'tkazib berish kerak bo'ladi. Binar tizimga o'tkazib berish kerak bo'ladi. Lekin bu yoqda nima bo'lmayapti ekan? O'qib bera olmayapti ekan. Sababi Pythonda topolmayapti. Mana shu faylni o'qib berish uchun. Buning uchun Pythonda sozlamasini ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Bu qanday amalga oshiriladi? Mana bu yoqda bo'lsa tanlaysiz no interpretator degan joyda. Aslida mana shu yerda Pythonda interpretatori ko'rinib turgan bo'ladi. Agar sizda o'sha o'rnatgan Python'ingiz versiyasi, masalan, biz 3.14 o'rnatdik oxirida, 3.13 bo'lishi mumkin, sizda 3.12 bo'lishi mumkin, 3.11 bo'lishi mumkin. Agar mana shu turgan bo'lsa shu joyda, sizda demak muammo yo'q, o'zi to'g'ri topibdi. Lekin ba'zi versiyalarda, mana PyCharmda ba'zi versiyalarda Pythonda topolmaydi. Yoki men D diskga ochganligim uchun ham Pythonda topolmadi. Agar siz D diskda saqlaganim uchun Pythonda topolmadi. Agar siz C diskda saqlagan bo'lganingizda muammosiz topib olish mumkin edi. Endi nima qilaman? Mana buni tanlayman. Bu holatda add interpretator qilaman, add local qilaman. Tanlagan paytimda mana bu yerda yangi hosil qilish turibdi. Men yangini tanlamayman-da, select exiting qilaman. Select exiting qilganimda o'zi mana D diskda turganini tanlayapti. Agar mabodo shuni topolmasa, mana bu yoqqa bosasizda o'sha turgan joygacha bo'lgan yo'lni topib chiqishingiz kerak bo'ladi. Lekin men bunday qilmayman. Mana o'zi D disk ichida, programs ichida, Python 3.14 ichidagi mana bu python.exe dasturini tanlab turibdi. OK deb bosaman. Mana shu interpretatorda bu yoqda tanlab beradi. Va mana tanladi. Lekin e'tibor berayotgan bo'lsanglar, qavsning ichida Python dars deb yozib qo'ydi. Ya'ni mana bu Python hozirgi mana bu yozganimiz Python dars degan mana bu loyiha uchun ishlatilyapti deb hisoblayapti uni. Lekin aslida bizda mana bu Python 3.14 to'g'ridan-to'g'ri D diskda o'rnatilgan joydan olib kelinganligi uchun butun boshli loyihalarimizga tegishli bo'lishi kerak. Endi hozir bu narsani tushunmayotgan bo'lsangiz, zarar yo'q, biz keyinchalik buni ko'rib chiqamiz. Endi bu holatda nima qilamiz? Bu holatda sizda shunday qolsa ham ishlayveradi. Lekin nomini o'zgartirib qo'yishimiz kerak. Uning uchun interpretator settings tanlaymiz. Tanlaganimizdan keyin mana bu yerda turibdi. Mana shunga bosamizda show all qilamiz. Mana o'zi bizda bir dona interpretator bor. Mana bu qalamchaga bosamiz. Bosganimizda nomi 3.14 va Python dars deb yozilgan joyda o'chirib tashlab turib, 3.14 o'zini qoldiramiz. OK, apply qilamiz. OK deb bosamiz va yana OK deb bosamiz. Bo'ldi, 3.14 tanlandi. Endi mana shu yerdagi yozuv o'ng tomonda bosib turib run qilib ko'radigan bo'lsak, mana dastur ishlaydi-da, hozirgi xabarni chiqarib beradi. Yaxshi. Demak, yana bir marta qaytaraman. Qarang, mana shu faylda, ya'ni Python faylni ishga tushirish qanday amalga oshirilar ekan?
Buning uchun shu joyda sichqonchani o'ng tomonda bosar ekansizda run deb turib, mana shu main deb yozilgan, bu mana bu faylning nomi. Run main tanlaydigan bo'lsangiz, nima qilib berar ekan? Mana shu kod yozilgan faylni o'qib berar ekan. Mana hay paycharim degan so'z chiqarib beradi. Mana bu paycharim nomi bo'lsa, mana bu salom degani. Xo'p, kela buni o'rniga o'zimiz kod yozamiz. Print hello world deb yozamiz. Va ishga tushirmoqchi bo'lsak, nima qilar ekanmiz? O'ng tomonda bosamiz, run qiladigan bo'lsak, ishlash jarayoni ozgina sekin ketyapti. Bu tomonga uncha e'tibor bermaysiz, chunki mana paycharimda endi o'rnatganmiz. Hali hamma narsani joy-joyiga qo'yib olgani yo'q. Ichidagi dasturlarni joy-joyiga qo'yib, hammasini o'rnatib bo'lgandan keyin u yog'i osonroq ishlaydi. Mana hello world chiqdi. Ishlab berdi. Demak, biz run qilishda bitta usulini ko'rdik. Endi keyingi usuli qaysi? Keyingi usuli mana buni bosgan paytingizda ham run bo'ladi. Mana bossangiz ham bu holatda ham run bo'lyapti. Faqat siz bitta narsaga e'tibor berishingiz kerak shu holatda. Agar mana bu joyda fayllar ko'p bo'lsa, ya'ni Python fayllari ko'p bo'lsa, qaysi biri tanlanganligiga e'tibor berib qo'yishingiz kerak. Sizda qaysi biri tanlanib turgan bo'lsa, o'sha fayl run bo'ladi bu joyda. Endi yana run qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu yerda ham, mana bu fayl ustida ham sichqonchani o'ng tomonni bosib run qilsangiz bo'laveradi. Yoki mana shu yerda ham sichqonchani o'ng tomonni bosib, bu joyda ham run qilsangiz bo'laveradi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bir qancha joylardan faylda nima qilish mumkin ekan, run qilish mumkin ekan. Endi men uchun eng oson bo'lgani mana shu usul. Sizga qaysi biri qulay bo'lsa, mana shunda ishlatib ketsangiz bo'laveradi. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi.